2019-yildan buyon o'quvchi o'g'il-qizlarning ta'lim va tarbiyaga bo'lgan ishtiyoqini oshirish, iqtidorli o'quvchilarni qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish, ularning sifatli ta'lim olishga bo'lgan qiziqishlarini yanada oshirish maqsadida bitiruvchilarga oltin va kumush medallar beriladi. Paxtakorda o'tkazilgan tadbirda ham ana shunday iqtidorli yoshlarning bir guruhiga medallar topshirildi. Navbatda shu haqda. Umumta'lim maktablarida yozgi ta'til vaqti bo'lsa-da, yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish maqsadida Dolzarb 90 kun doirasida sport va fan to'garaklari faol ishlab turibdi. Jumladan Paxtakor tumanidagi 19 ta ta'lim muassasalarida jami 13517 nafar o'quvchi bo'lsa, shundan 3076 nafar ijodiy, musiqa, kitobxonlik, sport, IT va fan to'garaklariga jalb qilingan. 6 ta umumta'lim maktablarida jami 350 nafar o'quvchilar kunduzgi oromgohlarga jalb etilgan. Paxtakor tuman hokimligi maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi hamkorligida tashkil etilgan tadbir ko'rgazma bilan boshlandi. Men Jizzax viloyati Paxtakor tumani 11-maktab o'quvchisiman. Ayni vaqtda 10-sinfni bitirdim. Shu vaqtgacha bir nechta tanlovlar g'olibasi bo'laman. Mening huquq va majburiyatlarim ko'rik tanlovini Namanganda bo'lib o'tdi. Unda munosib ishtirok etib keldik. Qivizida ham Toshkentda bo'ldi. Unda ikkinchi o'rinda oldik. Yoshlar va qonun tanlovida esa u Buxoroda bo'lganda unda ham munosib ishtirok etib kelmoqdamiz. Yaqinda yosh huquqshunos tanlovi bo'lib o'tdi. Unda esa viloyat bosqichida ikkinchi o'rinda oldim. Mana yozgi mavsumda, yozgi ta'til paytida o'zingiz qaysi to'garaklarga qatnayapsiz? Matematika majburiy fanimni yopish uchun matematikaga qatnayapman hamda asosiy fanim ingliz tili va huquq bo'lganligi uchun ingliz tilidan sertifikatga egaman hamda endi huquq fanini o'qimoqdaman. Men rahbarlik qilayotgan umumta'lim maktabida 886 nafar o'quvchi o'qiydi. Shundan 53 nafar o'quvchilarimiz 10-sinfni bitiryapti. Va shu bilan birgalikda Dolzarb 90 kun belgilab berilgan tadbirimizda maktabimizda 37 ta fan to'garaklari, 4 ta sport to'garaklari faoliyat yuritib, shunga qadib 700 ga yaqin o'quvchilarimiz qamralgan. Tumandagi 19 ta umumta'lim maktablarni 2024-2025 o'quv yilida 857 nafar bitiruvchilar tamomlashdi. E'tiborlisi mazkur o'quv yilini bitiruvchilardan 2 nafari kumush, 14 nafari oltin medal bilan yakunlashdi. Yana 60 nafar bitiruvchilar milliy va xalqaro darajadagi til bilish sertifikatiga ega bo'ldi. 55 nafar bitiruvchilar Samram universitetiga muddatidan oldin o'qishga qabul qilindi. Yoshlarni taqdirlash tadbiri bayramona tashkil etildi. Uchrashuvda bugungi kun yoshlar uchun yaratilayotgan keng imkoniyatlar xususida so'z yuritilib, bitiruvchilarga oliy ta'lim dargohlarida tahsil olib, yurt ravnaqiga munosib hissa qo'shishlari uchun katta ishonch bildirildi. Tadbirda maktabni oltin hamda kumush medallar bilan tamomlagan hamda turli tanlovlarda g'olib bo'lgan o'quvchilarga faxriyorlik, ularning ota-onalariga tashakkurnomalar topshirildi. Mening qizim Abdug'aniyeva Marjona maktabni oltin medal bilan tamomladi. Jahon tillari universitetiga imtihon topshirmoqchi. Qizimning o'z sohasining yetuk mutaxassisi bo'lib chiqishini tilakdoshiman. Bu yil oldimizga juda ham katta maqsadlarni qo'yganmiz, katta marralarni, sababi oliy ta'limga kirish ko'rsatkichlarini 100% bajarishni, o'quvchilarimizni yuzlari yorug' bo'lib tuman sha'nini oqlash uchun aprel-may oylarida tumanimizdagi 3 ta o'quv markazi bilan birgalikda loyihalar tuzib chiqdik va bu maqsadimiz o'quvchilarni majburiy fanlardan, davlat imtihonlaridan oldin ularni bilimlarini sinab ko'rdik va o'sha bilimlariga qarab ota-onalar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yib, ularga jamiyatda o'zini o'rnini topish uchun to'g'ri yo'nalish berdik. Tadbir o'quvchilar va ularning ota-onalari uchun ham bayramga aylandi. Tuman madaniyat bo'limi xonandalarining chiqishlari kechaga fayz kiritdi.